Assalomu alaykum hammaga. Qirg'izistonlik Marsel video обращение qilibdi. O'zbekistonda populyarni bayslar bormi kurashadigan? Ligadan taklif bor, kurashamiz deb. Tabiiyki, meni atmetga qilishgan. Javob qaytaramiz. Meni Oktagon ligada kontragim bor. Boshqa ligada na urusha olaman, na kurasha olaman. Buni o'zim ham xohlamayman. Meni niyatlarim bor. Men UFC darajasiga Oktagon ligaga olib chiqmoqchiman va o'rtada katta shou bo'ladi, katta jang bo'ladi. Conor McGregor va Saturn Og'abek. Inshaalloh bu voqea bo'ladi. Butun dunyoda eng kuchli media bays kimligini kelishib olamiz, xudo xolasa. Marselga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda populyarniy bays bor, ko'p. O'zlari gaplashib, o'zlari Marsel to'xtatib, qo'liga yaxshi ikkita non bilan choponlan kiydirib, do'plan kiydirib, yaxshi mehmon qilib, parajina bilan uyiga yuborishadi, inshaalloh. Gazzo'yim O'zbekiston!